Assalomu alaykum. Urush tugaganining 80 yilligiga bag'ishlanadi. Karimberdi To'ramurod. Urgutda bir chinor bor. Urushdan qaytmagan, o'g'illarini o'lgunicha kutgan momolariga bag'ishlayman. Rais bobo katta-yu kichikni xirmon joyiga yig'di. Ho'kiz so'ydirdi, palov damlatdi. Ikkita yuk mashinasini yonma-yon qo'yib sahna qildirdi. 5 qarsakni chaqirdi. Kambag'alning qorni to'ygani, boy bo'lgani, elning qorni to'ydi. El bayram qildi. O'yin-kulgi qildi. El bozirgonini tingladi. Chor zarbni tingladi. To'yga o'xshasin, qani Malikni chaqiringlar, dedi rais bobo san'atkorlarga. Ozarbayjondan kelib qolgan Malik ko'ziga surma, qoshiga o'sma qo'yib, yaltiroq ko'ylakda chiqib, bir xil xotinlarga o'xshab, muqom qilib raqsga tushganda uncha-muncha erkakni shoshirib qo'yadi. Erkaklar unga qo'shilib, ko'ksiga mushlab, davriga chiqib ketganini bilmay qolishadi. 5 qarsakchilar uchur degan ashulani boshlashdi. Malik ko'zini suzib, qoshini uchirib davra aylandi. Avval rais bobo, keyin hosilot, ulardan keyin yana 4-5 erkak Malikni olib, o'rtaga olib raqsga tushdi. Xursandchilik namozgargacha davom etdi. Mana, o'yin-kulgi qilib oldik, dedi rais bobo. Ertaga saraton kiradi. Bug'doy pishgan. Ertaga qo'lidan ish keladiganning o'roq ko'tarib kelaverasan. Xotinlar ham chiqadi. Xudoga shukr, bu yil hosil yaxshi. Bir dona bug'doy ham yerga to'kilmasdan o'rib yig'ib olishimiz kerak. Bolalar ham chiqadi. Ular kattalar o'rgan bug'doyni bog'lashadi, xirmonga tashishadi, xo'p haydashadi. Xullas, ish ko'p. Hamma bir yerga yig'ilib, bir-biriga xalaqit qilmasligi uchun har joydan boshlaymiz o'rishini. Kim qaysi maydondan o'rishini hosilot aytadi. So'rab olinglar. Ertaga quyosh chiqmasdan har kim o'ziga biriktirilgan maydonda bo'lsin. O'zim nazorat qilaman. Yaxshi ishlagan mukofot oladi. Daqqoqlik qilganni esa o'zim otning oldiga solaman. Abdurahim aka bilan o'g'illarining chekiga 60lik tushdi. Bu Qozonariqdan Qumariqqacha bo'lgan 60 gektar yer. Saratonning oxirigacha ham buncha joyning bug'doyini o'ra olmaymiz, dedi tongda kelib, adog'i ko'rinmaydigan bug'doyzorga qaragan Abdujabbor. Ko'z qo'rqoq, qo'l botir, dedi Abdurahim aka. Bir chekkadan o'raversak, hademay ko'rasan, oxiriga yetib qo'yamiz. Abdusattor, Abduqahhor, Abdujabbor, sizlar mening yonimdan tushinglar. Abdug'affor, sen enangga chayla qurib, yoniga bitta o'choq ham qilib ber. Enang qumg'on ossin, bizning choyimiz, ovqatimizga qarasin. Nonushtadan keyin sen biz o'rgan bug'doylarni bog'lashga tushasan. Qo'li tegsa, enang ham yordam beradi. Abdurahim aka o'g'illari bilan saf bo'lib bug'doy o'rishni boshladi. Choshgoh mahali chayla ham bitdi, o'choq ham. Momotosh opa ariq chetiga olib kelib bog'lagan sigirini sog'ib, sut-choy qaynatdi. Hammalari nonushta qilib bo'lib, yana o'rishga tushgan edi, otini choptirib, hosilab kelib qoldi. Abdurahim aka, bolalarni olib xirmon joyiga o'ting, rais bobo chaqiryapti. Xirmon joyga kechagi odamning bari yig'ilibdi. Birodarlar, xalqqa murojaat qildi bir harbiy kishi bilan yuk mashinasi ustiga chiqqan rais bobo. Urush boshlandi. Fashist degan balo bugun tongda vatanimiz chegaralarini buzib o'tib, siz bilan bizga qarab kela boshladi. U xotinlarimizni tul qilmoqchi, farzandlarimizni yetim qilmoqchi.
Singillarimizning, qizlarimizning nomusini toptamoqchi. Biz bunga qarab tura olmaymiz. Oriyati bor yigit hozir ro'yxatga yozilaversin. Ertagayoq frontga jo'naymiz. Bolalarim, sizlarni o'zim urushga olib boraman. Fashistga birovning yeriga bostirib kirish qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yamiz. Ro'yxatni yozing, uka, birinchi bo'lib mening ismi sharifimni yozing. Bir pasda yigitlar ro'yxatga yozilish uchun safga turdi. Abdusattor bilan Abduqahhor safning boshida bo'ldi. Abdujabbor ham ularning yoniga intilgan edi. Abdurahim aka uning yengidan tortdi. Hammang ketsang, bug'doyni enang ikkimiz o'ramizmi? Kelin nima bo'ladi? Piqilladi Momotosh opa. Dom boboga nima deymiz? Abdurahim aka buni o'ylab ham ko'rmagan ekan. Abdusattorga Dom bobo, ya'ni qishloq kengashining raisi, o'rtog'i Mamanazarning qizi Xirmonoyni fotiha qilib qo'yishgan edi. Piqillama, to'y urushdan keyin bo'ladi. Dom ham ko'rib turibdi. Abdusattor o'ynagani ketayotgani yo'q. Kerak bo'lsa, kutadi Xirmonoy ham. Fotihali qizlar qallig'iga ko'rinmasdi. Kechqurun Abdusattor Xirmonoy bilan xayrlashib keldi. Hech kim bilmay qoldi. Abduqahhor ham usta boboning kenjasiga meni kut deb keldi. Urushning ikkinchi kuniyoq Urgutning 1000 dan ortiq yigiti frontga otlandi. Mitingda rais bobo so'z oldi. Hosilot, o'rnimga qolasan. Fashistning dodini biz beramiz. Ammo vatanga don kerak. Bir dona bug'doyni ham yerga tushirmay o'rib olinglar. Bizlarni duo qilib turinglar. Xudo xohlasa, tiyramoqga qolmay dushmanni daf qilib kelamiz. Rais boboning shijoati zo'r edi. Shijoati zo'rligidan birinchi bo'lib urushga otlandi. Shijoati zo'rligidan urushni tiyramoqgacha tugataman deb ketdi. Ammo Gitlerning ham shijoati unikidan kam emasligini, Gitler ham tiyramoqga qolmay urushni tugatmoqchi bo'lganini, 7-noyabrda Moskvada g'alaba paradini o'tkazishni niyat qilganini bilmadi. Hali bilmas edi. Rais bobo ham, Gitler ham bu qirg'inbarot urush 4 tiyramoq o'tsa-da ado bo'lmasligini. Bug'doy ham o'rildi, frontga ketdi. Uzumlar, mayiz ham bo'ldi, frontga ketdi. Meva-chevalar ham terildi, frontga ketdi. Rais bobo qon kechib yuradi-yu, farzandlari jang qilib yuradi-yu, Urgutlik non yermidi, Urgutlik mayiz yermidi, Urgutlik meva yermidi. Urgutlik topgan tutganini frontga jo'natdi. Jangchilarimiz yesin, dedi Urgutlik. Jangchilarimiz kiysin, dedi Urgutlik. Tiyramoq keldi. Rais bobo urushni tugatib kela olmadi. Qaytanga bir-biridan xunuk xabarlar kelaverdi. Fashist Ukrainani olibdi. Fashist Belarusiyani olibdi. Fashist Stalingradni qurshab olibdi. Endi nima bo'ladi? Ana shu xavotir bilan qish o'tdi, yoz o'tdi. Rais boboni ro'yxatning boshiga yozib urgutliklarni urushga olib ketgani harbiy yana keldi. Vaziyat qaltis, dedi harbiy. Fashistlar Moskvaga kelib qoldi. Moskvani qo'ldan bersak, keyin fashist Toshkentga keladi, Samarqandga, Urgutga keladi. Qarab turaveramizmi? Ro'yxatning boshiga bu gal avval o'zimni yozaman. Kim men bilan birga urushga borishni istasa, kelib ismi sharifini yozdiraversin. Oldingidek ko'p bo'lmadi safga turganlar. Harbiy rais boboday otashin gapira olmadimi? Ketganlardan kelayotgan qora xatlar cho'chitib qo'ydimi? Har qalay talabgor ko'p bo'lmadi. Ko'ngillilar bo'lmasa, ko'ngliga qarab o'tirmaymiz, dedi Hosilat. Men aytib turaman, siz yozavering. Mamatov Ashir, Salimov Tugal, Muhammadiyev Ilhomjon, Abdurahimov Abdujabbor. Ikkita akasi urushga ketgani yetmaydimi ayting?
Abdujabborni yozmasin, yig'lab eriga tarmashdi Mamotosh opa. Otasi urushda yuribdi demasdan rais boboning o'g'lini yozdirdi-yu, sening Abdujabboringni yozmaydimi? Siltab tashladi Abdurahim aka. Ko'pga kelgan to'y, indama, akalariga yordamchi bo'ladi. Abdujabborning akalariga yordami ko'p tegmadi shekilli. Ko'p o'tmay fashistlar Leningradni qamal qilgani haqidagi xabarlar kela boshladi. Moskvaga Urgut bilan Samarqandning orasicha, hatto undan ham kam masofa qolgani haqidagi tahlikali xabarlar kela boshladi. Ana shunda Dom bobo o'zini ko'rsatdi. Qolgan bo'z yigitlarning hammasini ota-onasi bilan yuqori chinorga yig'di. Mana shu tabarruk maskanda yotgan ulug' pirlarimiz haqqi, hurmati fashistlarni yengishga ont ichamiz, dedi Dom bobo g'azab bilan. Qo'liga qurol tuta oladigan yigitman deganing ro'yxatini o'zim tuzdim. Hech kim mendan domangir bo'lmasin. O'zimning endigina 17 ga kirgan o'g'lim Jo'raqul ham ro'yxatda. Ota bola ketyapmiz urushga. Shuning uchun ro'yxatni bir boshidan o'qiyman. Biroving g'ing demaysan. Ana shu ro'yxatda Abdug'afforning nomi ham o'qildi. Abdug'affor hali go'dak-ku, yig'ladi Mamotosh momo. Otasi bir nima desangizchi. Abdug'afforing urush boshlanganda go'dak edi. U ham 18 ga kirdi, dedi Abdurahim aka. Qudang 17 ga kirgan o'g'lini ayamabdi-ku. Men qanday qilib bir nima deyman? 4 ta bolamni ham urushga deb tuqqan ekanman-da, dedi ro'molini sudrab uyiga qaytayotgan Mamotosh momo. Go'ri kuysin fashist deganning, go'rida to'ng'iz qopsin Gitler degan shum qadamning. Boshingni yop, dedi xotiniga o'girilib qaragan Abdurahim aka achchiq bilan. Hali nemis kelgani yo'q Urgutga. Abdurahim aka Dilmurodga tayinlab qo'ydi. Dilmurodjon, esingdan chiqmasin. Bizlarnikiga xat kelsa, birovga ko'rsatma, o'zimga ber bolam. Xo'p bo'ladi. Aytganingizdek qilaman, burnini tortdi Dilmurod. Shu bolaga ham qiyin, o'yladi Abdurahim aka. Kecha Zokir chol qo'lidagi hassasi bilan uribdi. Pasguzarlik kampirlar hali 12 ga to'lmagan go'dakka shum qadam deb ot qo'yib olishibdi. Bu ham nima qilsin? O'sha qara xatlarni o'zi yozibdimi? Bechora, odamlarning urushidan qo'rqib, o'shanaqa xatlarni soyga oqizib yuboradigan bo'libdi. Sen haligi mabodo anavinday xat kelsa ham soyga tashlamay olib kelib o'zimga beravergan, xo'pmi? Dilmurod Abdurahim akaga yalt etib qaradi. Abdurahim aka uning boshini siladi. Mabodo deyapman-ku o'g'lim. Xo'p. Avval harbiy komissariyatdan xat keldi. O'g'lingiz Abduqahhor Abdurahimov Stalingrad ostonalarida qahramonlarcha halok bo'ldi. Keyin Abdurahim aka rais bobodan xat oldi. Abdurahim, meni so'k, meni haqorat qil. Men shunga loyiqman. Men Abdusattoringni asray olmadim. Ammo o'g'ling mard ekan, erkakdek urushdi, erkakdek o'ldi. Ko'ksi bombadan yirtilib ketsa ham demadi. Qo'limda o'ldi. O'zim ko'zini yopib qo'ydim. O'z qo'lim bilan ko'mdim. Abdurahim, bolamni ko'mganday ko'mdim. Jo'ra, Xudo senga sabr bersin. Ha, Xudo Abdurahim akaga sabrini ayamay berdi. U sabr qildi. Dardini birovga aytmadi. Alamini mehnatdan oldi. Erta bahordan boqqa chiqib ketdi. Tok chopdi, tok ochdi, tok kesdi. Uzum uzdi, mayiz qildi. Mayizini qoplab harbiy komissariyatga olib bordi. Frontga jo'natinglar. Bog'dagi olmalarni qutiga joylab harbiy komissariyatga olib borganda Cho'loq Vaynkom uni ichkariga taklif qildi. Bilaman, sizga qiyin, dedi Vaynkom gapni nimadan boshlashni bilmay. Siz hamma bolani urushga bergan. Siz 2 qora xat olgan. Urushda yana bitta qora xat kelgan. Meniki sizga qanday aytadi bilmaydi. Aytib bo'ldingiz.
O'rnidan turdi Abdurahim aka. Qaysi o'g'limdan ekan? Abdurahimov Abdujabbordan, dedi Cho'loq Vayinkum cho'ntagidan qora xatni olib uzatar ekan. Meniki juda xafa, kechiring. Ularni o'zim jo'natganman, dedi Abdurahim aka Vayinkumni hayron qoldirib. 10 ta o'g'lim bo'lsa, 10ovini ham jo'natardim. Ular vatanni deb halok bo'lishdi. Meniki xafa emas. Abdurahim aka bularning birortasini Momotosh opaga bildirmadi. Bularning o'rniga har shaharga borganida Momotosh opaga bolalarning tilidan o'zi xat yozib, o'zi pochta qutisiga tashlab kelar. Dilmurod olib kelganida o'zi ularning tilidan o'qib berardi. Mana bunisi Abdusattoringdan ekan, enasi. Qara, nima debdi? Enajon, Xirmonoyi yaxshi yuribdimi? Unga ayting, zerikmasin. Urush tugashiga kam qoldi. Ha demay boramiz. Borganimdan to'yni boshlaymiz. Bu yerda Do'm boboni ko'rdim. U kishi ham yaxshi jang qilib yuribdi. Qaynatam deb uyalib o'tirmay oldiga borib, salomlashib ko'rishdim. Xirmonoyiga Do'm bobodan ham salom ayting. Keyingi hafta Abduqahhordan xat keladi. Enajon, biz hozir Abdusattor aka, men va Abdujabbor birgamiz. Uchovlashib nemisning dodini beryapmiz. Ularni quvishni boshladik. Ha demay, o'sha Berliniga borib, o'z inlariga tiqamiz ularni. Enajon, bitta sirimni aytay. Men usta boboning qizida ko'nglim borligini o'ziga aytib kelganman. Ana shu Zulayhoga bir og'iz aytib qo'ying. Bizdan oldin qaytib borganlar ko'ziga yaxshi ko'rinib ketib, bitta yarimtasiga xo'p deb qo'ymasin tag'in. Meni kutsin. Yanagi hafta Abdujabbordan xat keladi. Enajon, mendan xavotir olmang. Akalarim bilan birgaman. Urush ha demay tugab qoladi, enajon. Borganimizdan to'y qilamiz. Menga rais boboning kenja qizini olib berasiz. O'zi bilmaydi, ammo o'sha maysara yuragimdan urgan ekan, enajon. Soxta xatlarni o'qib beraverib, Abdurahim akaning o'zi ham adashib ketdi. O'zimniki bo'lsa kerak deb Abdug'afforning komandiridan kelgan xatni ham o'qib yubordi. Enasi, ana kichkinangdan ham xat kelib qoldi-ku. Здравствуйте, уважаемый Abdurahim aka. Abdurahim akaning ovozi ichiga tushib ketdi. Ваш сын Абдурахимов Абдугафар героически погиб во время освобождения города Варшавы. Nega nafasingiz ichingizga tushib ketdi, otasi? Dedi Momotosh opa. Nima deb yozibdi Abdug'afforingiz? Abdug'afforing akalariga yetib olibdi, enasi, dedi Abdurahim aka. Endi hamma aka-ukalar birga emish. Do'm bobong ham birga emish. Hammasi birga bo'lsa yaxshi ekan, dedi Momotosh opa. Unday bo'lsa siz nega yig'layapsiz, otasi? Qani yig'laganim, dedi Abdurahim aka ko'zlarini etagiga artib. Yig'laganim yo'q, enasi. Xursandligimdan ko'zimga yosh keldi-da. Qara, enasi, tuqqan hamma bolang vatanni deb bir bo'ldi. Ular haqiqiy qahramonlar. Ularga vatan haykal qo'yadi hali. Aslida sen qahramonsan, enasi. Vatan uchun 4 o'g'il tug'ib bergan senday ayol qahramon bo'lmay, kim qahramon bo'lsin? Hali ko'rasan, urush tugasin, vatanimiz senga o'xshagan qolgan ayollarga ham katta-kan haykal qo'yadi. Yoshlar haykalingning poyiga gul qo'yadigan bo'lishadi hali. Mana, meni aytdi deysan, enasi, shunday bo'ladi. Meniki sizni urushga yubormaydi, dedi Cho'loq Vayinkum. Meniki haqqi yo'q. 4 bolasi halok bo'lgan odamni yubora olmaydi. Sen yubormasang, Samarqandga boraman. Samarqand yubormasa, Toshkentga boraman. Bolalarimning qassosini olishim kerak, baqirdi Abdurahim aka. Urgutda qanday yuraman, komandir? Qachongacha hammasini xotinimdan yashirib yuraman? Ortiq chiday olmayman, meni jo'nat. Vayinkum noiloj Abdurahim akaning arizasiga qo'l qo'yib berdi. Siz ertaga poyezdga chiqadi. Ertasiga ertalab Abdurahim aka Momotosh opani yuqori chinorga olib chiqdi. Pirlarni ziyorat qilishdi.
Ana shu yerda Abdurahim aka Momotosh opa bilan xayrlashadigan bo'ldi. "Enasi, sen endi uyga qarab tushib ketaver", dedi Abdurahim aka. "Men borib bolalaringni olib kelmasam, ularing juda hayallab ketdi-yu." Mening bir o'zimni tashlab ketaverasizmi?" dedi Momotosh opa. "Girmon degani yaqinda bo'lmasa." "Xavotir olma. Otash aravada 4 kunlik yo'l", ayolini xotirjam qildi Abdurahim aka. 4 kunda borib, 4 kunda qaytsam, bor, ana, girmonni ham 4 kun aylansam, jami 12 kun. Uzog'i 2 haftada qaytaman. 2 haftada seni bo'ri yermidi, enasi? 2-3 hafta bo'lsa mayli, ko'ndi Momotosh opa. "Ammo undan ortiq ketsangiz, hisobimdan adashman, otasi", sog'inib qolaman deyishga uyaldi Momotosh opa. Hisobidan adashishini tushunadi Abdurahim aka. 2 haftadan keyin bolalaringning kiyimlarini sandiqdan olib, yuvib, chayib, mana bu chinorga yoyib qo'yaver, enasi. Bizga uzoqdan ko'rinadi. Chinorning shoxiga yoyilgan kiyimlarimizni ko'rib, bizlar qichab yuraveramiz. Ana shunda tezroq kelamiz. "Xo'p, otasi, xo'p, shunday qilaman." Momotosh opa Sufiyon go'zarini oralab uyga tushib ketdi. Abdurahim aka esa qizil poyezdda Girmonga qarab jo'nadi. Momotosh opa 2 haftani o'tkazdi. Keyin yana 1 haftani o'tkazdi. Keyin eri bilan o'g'illarining kiyimlarini olib, yuqori chinorga chiqdi. Kiyimlarni chashmaning muzdek suvida yuvdi. Oppoq ko'ylaklarini eri ko'rsatgan, boboylar yoshini mingdan oshgan deb aytadigan eng ulkan chinorning shoxlariga ildi. Ko'ngli to'lmadi. Yuvilgan ko'ylaklarni yig'ishtirib olib, chinorning ustiga chiqdi. Ko'ylaklarni baland shoxlarga ildi. O'zi ko'chaning boshiga chiqib o'tirdi. 3 kun o'tib, Momotosh opa ko'ylaklarni yig'ishtirib tushdi. Hammasini chashma suvida boshqatdan yuvib, siqib, yana chinorga tirmashdi. Bugun yuvilgan ko'ylaklarni avvalgidan ham balandroq shoxlarga ildi. Chinordan tushib, ko'chaning boshiga chiqib o'tirdi. Yana 3 kun o'tdi. Momotosh opa yana ko'ylaklarni yig'ishtirib oldi. Yana ularni chashma suvida yuvib, siqib, yana chinorga tirmashdi. Ko'ylaklarni eng tepadagi shoxlarga ilib qo'ydi. O'zi tushib, chinorning ostida soyaladi. Kunlar, haftalar, oylar o'taverdi. Ammo Abdurahim akadan ham, bolalaridan ham darak bo'lmadi. Momotosh opa ko'ylak yuvishdan, chinorga chiqib tushishdan erinmadi. Uyiga borishdan erindi. Uyining eshigiga bitta toshni tirab, butunlay yuqori chinorga ko'chib keldi. O'sha chinorning ostki qismi chirib tushib, bir uydek joyi kavak bo'lgan edi. Momotosh opa ana shu kavakni uy qildi. Bitta sholcha bilan ko'rpa yostig'ini ana shu kavakka olib keldi. Qiladigan ishi bitta. Bolalari va erining ko'ylaklarini yig'ib tushadi, qaytadan yuvib, chinorning shoxlariga ilib tushadi. Har haftada 2 marta chinorga chiqadi. Keksalar uni bu ishdan qaytarmoqchi bo'lishdi. "Yoshing ancha joyga borib qoldi, Momotosh. Chinorga chiqib tushish yoshlarning ishi, sen unday qilma. Erim tayinlab ketgan. Kiyimlarimizni yuvib, chinorning shoxlariga ilib qo'yasan. Biz ularni uzoqdan ko'rib tezroq kelamiz", degan javob berdi Momotosh opa. "Shu ishni qilmasam, ular kiyimlarini ko'rishmaydi, adashib ketishadi." Shundan keyin Momotosh opaga birov chinorga chiqma demadi. Qaytanga qori boboning gapi bilan usta bobo chinorning ichini taroshlab, kengaytirib berdi. Kiradigan tuynugini kengaytirib, eshikday joy ochdi va bitta o'ziga mos eshik yasab, o'sha joyga o'rnatib berdi. Uyga o'xshasin deb bir derazalik joyni ochib, bitta kichkina deraza ham o'rnatib berdi.
Shu atrofda yashaydigan xotinlar navbati bilan Momotosh opaga kechqurunlari bir kosa ovqat chiqaradigan bo'lishdi. Ulkan chinor Momotosh opaning uyiga aylandi qoldi. Momotosh opa chinorga chiqa tusha ko'ylaklarni chinor shoxlariga ila oylar o'tdi, yillar o'tdi. 40 yil qirg'in kelsa, ajali yetgan o'ladi, deydilar. Ajali yetmagan ekan, rais bobo ham keldi. Keyinroq ketgan hosilot ham keldi. Ketgan yigitlarning deyarli yarmi keldi. Do'm bobo kelmadi. Momotosh momoning eri va bolalari kelmadi. Sanayversang, Urgutning yarmi kelmadi. Rais bobo xotinini Momotosh opaning xizmatiga bog'lab qo'ydi. Issiq sovug'idan o'zing xabar olib turasan, och qolmasin. Ko'rpa to'shagini yangilab ber. Ust-boshiga ham qara. Chinorga chiqib tushaverib, ishton ko'ylagi ittalaganday bo'lib ketibdi. Xo'p, dadasi, xo'p. Momotosh opa erini va bolalarini kutaverdi. Har hafta 2 marta chinorga chiqib tushaverdi. Momotosh opa Xirmonning to'yidan osh berib yuborishganda bir yig'ladi. Ay, Xirmon, o'g'limni kutmadi-ya. Abdusattorim otasi va ukalari bilan hademay kelib qolardi-ya. Momotosh opa usta boboning kenjasi erga tekkanda 2 yig'ladi. Ay, Zulayho ozgina sabr qilmadi-ya. Abduqahhorim otasi, akasi va ukalari bilan kelayotgan edi-ya. Momotosh opa rais boboning kenjasi Maysara erga tekkanda 3 yig'ladi. Ay, Maysara, Abdujabborimni ozgina kutmadi-ya. Ha, Maysaraga Abdujabborim aytmagan chiqar. Momotosh opa chinarga chiqa tusha ko'ylaklarni shoxlarga ila oylar o'tdi, yillar o'tdi. Momotosh opa Momotosh momo bo'ldi. Egasini kutayotgan necha ko'ylaklar sabrning bayrog'iga aylandi. Necha ko'ylaklar urushda o'z egalarining qo'lidagi dushman o'qi ila ilma teshik qilgan bayroq misoli shamollarda hilpirab ado bo'ldi. Momotosh momo xafa bo'lmasin deb rais boboning topshirig'i bilan bolalar Momotosh momoning eri va o'g'illarining ko'ylaklarini har bahorda yangilab qo'yadigan bo'lishdi. Momotosh momo ko'ylaklar almashganini ham bilmas. Yuvib, siqib, chinorga tirmashar, chinorning uchiga ilib tushaverar edi. Sabrning tagi sariq oltin deganlari rost ekan. Momotosh momo 85 ga kirganida eri va bolalari kelayotganining xush xabarini eshitdi. Abdurahim aka bilan bolalaringiz uzoqdan siz chinor shoxiga ilgan ko'ylaklarni ko'rishibdi. Momotosh momo, dedi rais bobo. Ular oppoq ko'ylaklarni ko'rib adashmasdan bu yoqqa kelishayotgan ekan. Momotosh momo. Endi nima qilaman? Rais bobojon, endi nima qilaman? Shoshib qoldi Momotosh momo. Ularning ko'ylaklarini yuvibman-u, o'zimning ko'ylaklarimga qarabman-ku. Bu ko'ylaklarim bilan qanday qilib ularning oldiga chiqaman? Ha, bu ko'ylaklaringiz yaramaydi, dedi rais bobo. Abdurahim aka sizni bu ko'ylaklarda ko'rsa xafa bo'ladi. Sizga yangi ko'ylaklar olib keldik. Mana shu oppoq ko'ylaklarni kiyib olib, bolalaringizga peshvoz chiqasiz. Endi sizlarni hech kim, hech qanaqa urush ham ajrata olmaydi. Bugun Urgutda Momotosh momoga kattakon haykal qo'yilgan. Kelin kuyovlar nikohdan o'tib kelib, Momotosh momoning haykali poyaga gullar qo'yishadi. Urgutda yana bir haykal bor. U sabrning haykali, u sadoqatning haykali, u matonatning haykali. U haliyam qurgani yo'q. Haliyam kavagidagi uy buzilgani yo'q. Siz ham kelib bir ziyorat qiling. Uning shoxlarida haliyam oppoq ko'ylaklar hilpirab turadi. Hikoya muallifi Karimberdi To'ramurod. Hikoyani Zulxumor Normetova o'qidi.